Assalomu alaykum akalar, ukalar, chor ishqibozlari, Muslim Chora kanalini ashad obunachilar akalar. Bugun dehqon xonadonidamiz. Bugun chiroyli gigant buqa bor ekan. Kimgadir ma'qul bo'lsa beraman deyapti akalar, pul zaril ekan. Qani ketdik. Bugun 29-aprel hafta kuniga chorshanba bo'lyaptimi? Hafta kuniga chorshanba. Andijon viloyati Sharxon tumanidan. To'qol, Golshten friz, toza qonli akalar. Hali kurak chiqarmabdi. 1,5 yosh deyapti. Endi 1,5 yosh degani 16-17 oylikmi, 18 oylikmi? Xullas kurak chiqarmagan. Bo'yi 1,5 metr chiqyapti. Bo'ylari. Mana, ko'ringlarchi. Hamma yo'g'i etlari zo'r ekan. Endi orqalariga o'talmayapman akalar. Orqasi o'ta keng. Etlari zo'r, lekin boqiydigan. Endi rasa boqiydigan bo'pti. Xo'ra, sog'liklari zo'r deyapti. Hamma yo'q joyida deyapti. Narx-navosini 34 million so'm, ozgina xayri bor. Kelishamiz, dastlabkasi yo'q deyapti. Akalar, ozmos xayrni faqat bo'ladigan narxni aytyapti-da, dehqonim. Keyin akalar, tri vazni qancha deydi-da? 550 kilolik mol akalar. 550 kilo atrofidagi mol. Hisobinglar chiqsa telefon qilinglar, pulini ham arzon qo'ydi. Har tomoniga hisoblab ko'ringlar. Akalar faqat like bosib qo'ysanglar bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Telefon qilaverasizlar, yozib qo'ydik telefonlarni.